Tanqiya qilmadi-ya siz bilan hali. Bu meni nima chekadi, yozib beraman. Bu virusdan aytganingiz-a? 340 mingta virus chiqibdi. Yangi tushganingiz yo'q aka? Qaysi? Yangi tushganingiz. O'tib ketdimi? Mana bu. Buni sheriga ichidami ya? Ha, bo'ldi. Ikkita tomonga harakatlantirib qo'ya qopti-da buni. Sog'lom odamda jigari deyarli 602 chiqibdi. Juda zo'r. Holat yaxshi. O'zi fibrozlanish deydi ekan-a? Fibroz 2 bergan ekan mana sizga. 8 u nechi ko'rdim? 8 u 6 ko'rdimmi? 8 u 6 bo'lgan ekan. 602 ga tushibdi hozir. O'zgarish qanaqa ekan? O'zgarish hozir shu yaxshi, shu quvvatli taraf. Quvvat hali ham ko'tarilgan yo'q. Menga yaxshi holat, xudo xolasa plyusga qarab o'zgarish bor. Ko'zdagi nimalar ketibdi ancha. Yani hayatımızda oturduğunda o adam uçağı dinlenme yaptı. Ağrıyarda ötüfege. Ağrıyardı da dinlenme yaptı. Hozir o yaxshi. Bilgiga yo'q. Hozir ham quvvat keldi. Hozir ham o'sha tanqiya qiladigan holatda emas ekansizda. Tanqiyani o'zi ikkinchisida buyuramiz deb turdik. Bunisida emas. Yanada yaxshilanib olgandan keyin ekan. Hozir ozgina quvvatsizlik bor, shunday qoningiz hali ham kam. O'sha qon kamaydi. Qon kam hozir. O'shaning uchun qonni ko'tarish kerak.